Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi dorozamiz xudo xolasa Farg'ona viloyati Beshariqqa kelib o'rnadi. Qayta uslubdagi hamyonbop, shuntabop pechatli dorozamiz. Xo'p, materiallar tanishtiradigan bo'lsak, ikki yonbosh, tepa qismlari 8 o'sha 1.7 tenkasidan foydalanildi. Taglari abjatini 8lik shibillardan bo'ldi. Profillarimiz 1.2 tenkasidan bo'ldi. Lislari shu 1.3 variantda kraska toza kal, bankoviy kraska bo'ldi. Tagidan 1.4 xli kraska, xli laksat berildi. Mativiy variant bo'ldi. Bunga glansli qora nержавейкаdan qo'yib berildi. Xudo xolasa buni nержавейкani bo'lsa to'g'ridan rangini o'zgartirishdan mumkin agar zakaz beradigan bo'lsalaring albatta. Hanaga qo'yib beriladigan zubir zamir tepa qismida lazerda skvashni o'qib berib Gulxo'y qilib ham ko'rinish chiroyli bo'lib turadi, yoritish turadi, havo aylanib turishga, osmoniga qarab turib o'rtasiga xuddi shunaqa qilib bering dedilar. Bo'ldi deb xudo xolasa tepasini ham arkali joyini ham chiroyli qilib berdi. İşte bizni akamiz ham shu ikkita ko'z zakasi berganda ko'rishdan mumkin. O'sha bir qavatli dorozamiz. Hop. Shu bir qavatli dorozamiz pechatida albatta shu holatda bo'ladi. Ikki qavatlidan bir qavatlidan tashqi ko'rish o'zgarmaydi. Bir qavatlida orqa tomoni qog'oz qanday bo'lsa, orqa tomoni shunday, orqa tomondan bir shakl bo'lib turadi. Xo'p. Bu dorozani summasiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda bu dorozan 1 kvadrat metr 650 ming so'mdan dastlabki summasilarni xuddi shu materialda olib borib beramiz. Bir qavatli variantini. Kimga mashina doroza kerak bo'lsa, ekranda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqib olasizlar. Vodiy va Toshkent bilan O'zbekiston bilan yetkazib xizmati mavjud. WhatsAppda yozib aloqalashsizlar, veb bilan tashib beramiz. Yo shu kabi bo'lmasa bundan arzonroq, bundan qimmatroq variantlar dorozalarimiz bor. Kirish asosida daroza, ferillar, kazurak barcha ishlarini bitirib beramiz. Yoqqan bo'lsa bir dona like bosib qo'yasizlar. Daroza ko'rib turib, birdan 10 gacha bo'lgan baholarni kommentariyada qoldirasizlar. Sog' bo'lasizlar.